Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Final Cut Pro'ni ishlatgan qarindoshlarımizga ma'lum bo'lishi mumkin. Uni ishlatgan vaqtida tekst kirgizgan vaqtimizda uni ulanmaydigan chiqib qoladigan bir ahvollar mavjud. Endi buni qanday o'ngshaymiz, qanday qilsak buni ulanib chiqadigan qilg'ili bo'ladi. Shuni qanday o'ngshaymiz deb shuni usulini bilgan billa o'rtoqlashmoqchi. Hozir bir tekst holatini kirgizdik. Buning hozir biz birini kirgizib boqaylik. Uyg'ur tili. Bundan keyin men Uyg'ur deganni tanlab bu yerda Uyg'urcha fontlarni tanlab boqaylik. So'ng xohlagancha fontlarni tanlasak, bu fontlar ulashmaydi. Normal ko'rinmaydi. Endi buni qanday hal qilamiz desa, yulg'un tor betininki bir quroli var. Şu yerda orqali o'ngshog'iz bo'ladi. Ya'ni buni yulg'un Chickcom Tools Convert HTML da shu yerda yordam bilan o'ngshog'ili bo'ldi. Hozir kirgizib sinab boqaylik. Undan keyin buni manbasiga Unicode ni tanlaymiz. Nishonga Unicode kengaytirilganini, ko'rsatish shakli tekst, undan keyin aylantirish. Aylandi, undan keyin buni ko'chirib Final Cut'ga kiramiz. Ko'chirdik. Endi buni chaplaylik. Mana hozir shuni bilan bu so'z ulanib chiroyli holatda chiqdi. Endi tili deganni sinab boqaylik. Tili aylantirish. Lekin buni ko'chirdik. Lekin Final Cut'ga kirdik. Shundan keyin buni font shaklini tanlaylik. Buni o'xshash qilib qo'l yozma deganni. Bo'ldi, endi bu xat shakli o'rnab chiqdi. Endi buni qo'yib boqsak, chiroyli Uyg'ur xat shakli o'rnab chiqqan.